Bunaqa usulda tayyorlangan tushirgan hech qayerdan topolmaysizlar. Ayni hozirgi sovuq kunlarda tanaga quvvat bo'ladigan, foydali, mazza qilib yeb oladigan mol go'shtidan tushunka tayyorlashni o'rgataman. Shunaqa bo'lib olingan mol go'shtini ilikli, kachalkali qismidan ilikli suyaklarni shunaqa qilib ajratib olamiz. Go'shtini bo'laklarga bo'lib olib, qizib turgan yog'da ozgina rang berib qovurib olib, ustidan bir bosh to'g'ralgan piyoz, to'g'ralgan chesnonni ham solib, ozgina qovurib olamiz. Keyin tapga qarab tuz, zira, 1 litr suv solib, ozgina ko'piklar chiqquncha qaynatib, yaxshilab tozalab, ko'piklarni olib olamiz. Ozgina sovigandan keyin bankalarga solib, qo'yga olib qo'yilgan ilikdan bitta solib, bir parra piyoz, bir dona lavrbargi, ozgina qora murch, ustidan sho'rvasini to'ldirib, qopqog'ini yopib, qozonda isib turgan suvga qo'yib, 5-6 soat past olovda qozonni qopqog'ini yopib, qaynatib qo'yamiz. Bu tushunka bilan yana ham ishtahalarni ochib yeyish uchun ozgina yumshatilgan sariyog'ga mayda to'ralgan ukrop, bir dona chesnonni qirg'ichdan chiqarib solib, yaxshilab aralashtirib, mana shunaqa kesib olingan nonlarga surib, ozgina ustilari qizarib, qarsiltoq bo'lguncha duxovkaga qo'yib olamiz. Qaranglar, sovib ketganini. Yaqinda bo'lgan viruslardan keyin holsizlanib qolgan bo'lsanglar, shundan bitta tayyorlab yeb ko'rsanglar, juda quvvat bo'ladi. Go'shtlari xil-xil bo'lib ketdi, nonlari qisir-qisir, juda mazali.